Yoshlar vaqtidan qandoq foydalanalaydi? Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Tuvanda diqqatingizga Sheyx Solih Al-Fawzan hafizahullohning yoshlar duch kelgan masala va uning islomdagi choralari risolasidan qo'shimcha 2-bob yoshlar vaqtidan qandoq foydalanalaydi temasini o'qiymiz inshaalloh. Yoshlar vaqtidan qandoq foydalanalaydi? Birinchi, vaqtdan muvofiq foydalanish. Shunisi shaksizki, kishining o'z vaqtini qadrlashi va uningdan unumli foydalanishi favqulodda muhim. Undaqda inson qandoq qilganda vaqtidan unumli foydalanalaydi? Vaqtdan haqiqiy turda unumli foydalanish uchun shunday qilish kerak. Birinchidan, vaqtni yaxshi o'rinlashtirish. Ikkinchidan, ilm majlislaridan foydalanish. Biz tuvanda bu ikki nuqta to'g'risida qisqacha to'xtalib o'tamiz inshaalloh. Ikkinchi, vaqtni o'rinlashtirish. Vaqtni muvofiq o'rinlashtirish, ya'ni har bir bo'lak vaqtga muayyan vazifalarni o'rinlashtirish favqulodda muhim. Shundaq bo'lganda siz har kunning har soatida nimalarni qilish kerakligini bila olasiz. Masalan, siz turmushingizni qamdash uchun terikchilik qilishga muhtoj. Shu vajidan siz kunda o'z ehtiyojingizga ko'ra 5-10 soat vaqtingizni halol rizq tepishga ajratishingiz kerak. Shundaqla siz 5 vaqt namoz degandek Alloh subhanahu va taolaning o'z ustingizdagi haqlarini ado qilishingiz kerak. Shuning uchun siz kunda 2 soat yoki texmi ko'p vaqtni mushu ibodatlarga ajratsangiz bo'ladi. Siz yana oilangizdagilarga, xizmatdoshlaringizga va do'stlaringizga birer 2 soat vaqt ajratishingiz kerak. Mush tariqada o'rinlashtirsangiz, sizning yana 12 soat vaqtingiz qoladi. Siz bu qolgan 12 soatning 6 soatini uyquga ajratsangiz, yana 6 soat vaqtingiz qoladi. Undaqda siz bu 6 soatdan mo'l husul elish uchun uningdan qandoq foydalana olasiz? Qolgan bu vaqtni sarf qilishga tegishli favqulodda muhim ba'zi ishlar bor. Agar bu fursatlarni qo'ldan berib qo'ysangiz, cho'qim pushaymonda qolasiz. Shu xil muhim ishlardan biri olimlarni ziyorat qilish va solihlar bilan ham suhbat bo'lishdir. Har kuni yoki har haftada buningga 1-2 soat vaqt ajrating. Bu ilm va amal jihatda sizga g'oyat zo'r foyda olib keladi. Shuning bilan birga siz yana sizni diningizni tushunishga va shu bo'yicha amal qilishga undaydigan do'stlaringiz va yaqin yo'riqlaringiz bilan vaqt o'tkazsangiz bo'ladi. Ya'ni siz solih do'stlaringiz uchun vaqt ajratsangizmi, buningdan nafga erishasiz. Siz yana kishilarni Allohning yo'liga da'vat qilishga vaqt ajratishingiz kerak. Chunki bu sizni Alloh subhanahu va taolaga yaqinlashtiradigan amaldir. Allohning yo'liga qilingan bu da'vat so'z orqaliqmi, amal orqaliqmi bo'ladi. Siz buningga muayyan vaqt ajratishingiz kerak. Buningdan sirt, siz qilishga tegishli boshqa muayyan ishlarmi bor. Siz mushu ishlarga 1-2 soat vaqt ajratsangiz, buning zo'r foydasini ko'rasiz. Siz kecha va kunduzlik vaqtlaringizni mushundaq foydali ishlarga ajratingki, shu orqali hamma vaqtingiz
Allohga itoat qilish va o'zingizga bu dunyo hayotida manfaat yetkazadigan ishlar bilan o'tkay. Agar vaqtingizni hikmat bilan o'rinlashtirsangiz, hayotingizning har qanday qismini zayi qilib o'tmaysiz. 3. İlim meclislerinden foydalanish. Odatda sorunlar yoshqa cho'ngroq kishilar tarafidan shulardan birasining uyiga o'rlashtiriladi. Bundaq kishilarning ko'pinchisi o'zlarining qiyg'idek ishi yoki xizmati yo'qligidan shikoyat qilishadi va shu sababli o'zlariga foydasi yo'q, ziyni bor ishlar bilan mashg'ul bo'ladi. Undaqda bu sorunlardagi vaqt qandoq o'tkazilishi kerak? Bu sorunlarni qandoq qilganda manfaatlik majlislarga aylantirg'ili bo'ladi? Masalan, bu sorunlarda Qur'on o'qish va uni o'rganish mumkin. Agar sorundagilardan biri Qur'on o'qisa, boshqalar uningga quloq solsa, acaba bu solih amal hisoblanmamdi? Darvaqa ular shunda qilsa, Qur'on o'quvchimi, uningga quloq soluvchilarmi foyda oladi. Ular yana Allohning oyatlarini ma'nisi va tafsiri ustida izdansi bo'ladi. Ular ana shu ravishda vaqtni qadrlab, yaxshi amallarini ko'paytiradi. O'z dini to'g'risidagi ma'lumotlarni o'rganib oladi. Ular ana shu tariqada 1-2 soat vaqtni o'tkazsa bo'ladi. Bundaq sorunlarni yana hadis, fiqh yoki boshqa diniy asarlarni o'qish bilan o'tkazishga bo'ladi. Sorundagi biraylan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadislarini, fiqh kitoblarini, diniy adablarga aloqador kitoblarni, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning tarjima holini, islom tarixiga aloqador kitoblarni yoki qalbni yumishtiradigan va'z nasihat kitoblarini o'qisa bo'ladi. Ular farqli kunlarda farqli temalardagi kitoblarni kuniga 2-3 soatdan o'qisa bo'ladi. Buning g'oyat zo'r foydasi bo'ladi va bu orqali ularning vaqti va amallari zoya bo'lib ketmaydi. Ularning diniy tushanchisimi cho'nqirilishidi va bu o'z navbatida ularning solih amallarining ko'payishiga turtki bo'ladi. Shaksizki bundaq qilish to'limi o'ng'ay. Lekin nurg'un kishilar buningga ko'ngil chimayotidi. Aslida bundaq qilganda ularning vaqti zoya bo'lmaydi va oxiratdagi oziq sifatida ularga yaxshilik olib keladi. Agar ular bundaq kitoblarni o'qishdan zeriksa, o'zaro behuda parang selishga tushadi. Bundaq vaqtda biz ularni vaqt zoya qilishdan, u shundaq debdi, bu bundaq debdi deyishdan, g'ayvat va tuhmatdan ogohlantiramiz. Biz ularning shuning, ya'ni quruq lag'va gap so'z va g'ayvat shikoyatning o'rniga Allohning maxluqotlari va atrofimizdagi mo'jizalari haqida tafakkur qilishini tavsiya qilamiz. Ya'ni kishining aqlini lol qiladigan so'zlarni qilishini tavsiya qilamiz. Bu ularning vaqtini zoya qilmasligiga va bulardan ibrat elishiga turtki bo'ladi va ularning iymonini kuchaytiradi. Aziz birodarim, Allohning bizni buyurganidek uning oyatlari haqida tafakkur qiling va Alloh subhanahu va taolo takror zikr qilingan oyatlarni tushunishga tirishing. Biz Alloh subhanahu va taoloning maxluqotlarimiz. Bizni Alloh yaratib, mushu yer shariga yerlashtirgan. İnsanning yaratilishi va shaklga kirgizilishi Allah subhanahu va taoloning maxluqotlarni yer yuziga joylashtirishi, qanoti bilan uchadiganlardan tortib
yerda o'milaydiganlargacha bo'lgan har bir maxluqni rizqlantirishi kishining aqlini lol qiladi. Izohat. Darvaqa bugun favqulodda taraqqiy qilgan tibobat sohasidagi bayqashlar orqali o'ttirg'a chiqqan inson vujudidagi mo'jizalar mislsiz mahorat bilan tamponlashtirilgan turli sistemalar har qanday insofli odamni ulug' Allohning qudratiga chim putishga majbur qiladi. Izohat tugadi. Zimindagi turi va rangi xilma-xil o'simliklar haqida o'ylaning. Alloh subhanahu va taolo uni bu shaklda qandoq o'stirgan? Alloh subhanahu va taolo zaminni qandoq yeyib, uning ustiga tog', daryo, jilg'a, o'ymonliq, to'pilik, qumliq, tuzlanlik, kon, suv va hokazolarni qandoq o'rnashtirgan? Agar inson mushu mavjudotlar haqida takror o'ylansa-mu, vaqtini zoya qilmay, qat'iy ishonchi va iymonini kuchlantiradi-da, shak shubha va shaytonning vasvasalari uning qalbiga kirishga qodir bo'lolmaydi. Yana shuningdek, agar kishi yulduz, quyosh va oyga o'xshash g'oyat zo'r osmon jismlari, shundaqla shamol, bulut va yomg'ir qatorliq narsalar ustida tafakkur yurgizsa, u vaqtini manfaatli ishlarga sarf qilgan bo'ladi va bu uning iymonini kuchaytirib, ibrat elishga turtki bo'ladi. Agar so'rindagi vaqtlarini qandoq o'tkazishni bilolmayotgan bu insonlar o'z majlislarida yuqorida tilga ilingan xususlar to'g'risida paranglashsa, buningdan naf oladi va vaqtimi zoya bo'lmaydi. Yana shuningdek, ular bir-biridan yaqin, yiroq davrlardagi ibratlik voqealar to'g'risida so'rashsa bo'ladi. Ular yana musulmon ummati yoki o'zining jamiyati duchor bo'lgan masalalar to'g'risida muhokama qilishimi bo'ladi. Ular o'zlari qilishga tegishlik yoki o'zgartiradigan masalalar to'g'risida paranglashimi bo'ladi. Shunda qilganda ular jamiyatga aloqador, ularning har birining va butkul kishilarning tirishchanligini taqozo qiladigan masalalarni bayqaydi. Muhim bo'lgani ularning bu masalalarni jamiyatda yildiz tortishdan va texmu yomonlashib ketishdan ilgari bartaraf qilishidir. Agar jamiyatda manfaatli ilmlarni o'rganadigan, so'rindagi vaqtlarni zinhar bo'sh o'tkazmaslikka tirishadigan mushundaq faoliyatlar jonlansa, Alloh xolasa buning cho'qim foydasi bo'ladi. Halbuki ba'zi kishilar g'ayrat va irodadan mahrum bo'lib, o'rganishning zaruriyati yo'q deb qaraydi va shu sababli ko'pincha Allohda o'zlariga munosibatsiz xususlarda gap sotadi. Yana ba'zi kishilar o'zlarini o'rganishga mos kelmaydi deb qaraydi-da, ziyonli, foydasiz ishlar to'g'risida gap qilishdan boshqa ish topolmaydi. Bundaqlardan bo'lib qolishdan Alloh subhanahu va taologa sig'inamiz. Alhamdulillah, yuqorida Sheyx Solih al-Fawzan hafizahullohning yoshlar duch kelgan masalalar va uning islomdagi choralari risolasidan qo'shimcha 2-bob yoshlar vaqtidan qandoq foydalana oladi degan temasini angladinglar. Kelar qitimda 3-bob vaqtni nabob ishlatish temasini o'qiymiz inshaalloh. Sallallohu alayhi Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.